Dollarning rasmiy kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 5-mayda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15,07 so'mga ko'tarilib, 12,915,07 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 64,84 so'mga oshib, 14,659,90 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 0,89 so'mga pastlab, 156,43 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 4 kun pastlab 12,900 so'm bo'lgan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.